Bemorlarni asosan qiynaydigan savol. Immunobioterapiya qancha ta'sir qiladi? Misol uchun bir kursda, kimgadir 4-5 kursda o'z ta'sir kuchini ko'rsatadi. Va buni qayerdan bilsak bo'ladi? Qayerda rak o'smasi bo'lsa, kurslardan keyin tekshiruv bo'ladi. Tekshiruvda asos keltiriladi. Immunobioterapiya samaradorligi qancha? Bemorlarda o'simtaning tezligi sekinlashishi va o'simtani to'xtatish yoki o'simtani so'rilish jarayoniga kirgani asos qilib keltiriladi. Shu sababli nazorat juda kerak. Organlarga zararsizmi? Immunobioterapiyaning katta ustunligi ximioterapiyaga o'xshab jigarni, yurakni, qon yaratish tizimini, yana tana a'zolarini zaharlamaydi. Ikkilamchi kasalliklarni keltirib chiqarmaydi. Immunobioterapiya bemorga to'g'ri nazorat bilan katta imkoniyat beradi. Haqiqiy ma'lumot noto'g'ri qarorda saqlaydi hamma bemorlar. E'tibor bering. Shu mavzuda Telegram kanalimizda 28-yanvarda kechki soat 8:00 da maxsus jonli translyatsiya o'tkazamiz. Bu efirda siz immunobioterapiya haqida yanada to'liq ma'lumot olishingiz, savollaringizga javob olishingiz, davolashdagi yangi imkoniyatlar bilan tanishishingiz mumkin. Kanaldan uzoqlashmang. Bu ma'lumot biror kimning hayotini o'zgartirishi mumkin.